tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, kengaytirish masalalari bo'yicha bizning Turon bank tartibot tizimida mening biznesim 2 kredit produkti bor. Ushbu produkt bo'yicha sizlarga hozir tanishtirib o'tmoqchiman. Mahsulotlarning biznes egasi kichik va o'rta biznes departamenti bo'ladi. Kamida 1 yil mobaynida faoliyat yuritayotgan tadbirkor subyektlari hisoblanadi. Kredit olish istagini bildirganlar hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatini yiliga yo'lga qo'yish yoki kengaytirish uchun asosiy vositalarni sotib olish, asosiy texnologik jihozlar va maxsus texnikalarni sotib olish uchun beriladi bu kreditlar. Endi xabarlaringiz bor. Kredit produktimiz asosan asbob uskuna, jihozlar, maxsus texnikalar sotib olish uchun beriladi. Bu kreditimiz tumanlarga qarab bo'linadi, toifalarga bo'linadi. Bizning tumanimiz 3-toifaga kiradi. Tuman toifa deganda foizlar, tumanlarga qarab foizlarga bo'linadi. Bizning tumanimiz 21% beriladi, 3-toifaga kiradi. Bunda bank komissiyalari yo'q, bank komissiyasi hisoblanmaydi. Faqat foiz hisoblanadi, 20% dan bank ustalari hisob qilinadi. Kredit bankimiz tizimida asosiy hisobot egalari bilan kamida 1 yil mobaynida faoliyat yuritgan bo'lishi kerak. 1 yil mobaynida faoliyat yuritayotgan deganda 1 yil davomida hisob raqamda aylanma bo'lishi kerak. Bizning bankda hisob raqami ochdi, 1 yil davomida hisob raqamda aylanma ochilgan bo'lsa, shularga kredit beramiz. Bu qaysi miqdorda bo'ladi bu kredit? Asosan mijoz ochilgan hisob raqami ochilgan paytda kredit oldi, masalan, kredit salbiy tarixiga ega bo'lmasligi kerak. Masalan, kartani ko'tariladi, salbiy tarix deganda gar kredit olib turib, kreditlar vaqtida yopmagan bo'lsa, salbiy tarixga ega bo'ladi. O'shalar kredit beriladi.